degan edi. Shuni so'rab qo'ydim. Aldin hatda muallim o'ng qo'limga samsaq, so'l qo'limga piyoz tutqizib, o'ng so'l tarafimni o'rgatdi ona. Men endi so'l tarafim qayer, o'ng tarafim qayer ekanligini obdan bilib oldim. Aغrıvatgan tarafimning qayer ekanligini mana endi obdan bilaman. O'tgan qatim kelganimda bu yerim aغrıvatıdı. Mana bu yerimde aغrıvatgan yerimni aql tushuntirib beramagandim-ku. Sana endi deb beray. Mana bu yerim so'l tarafim, ya'ni yuragim aغrıvatıdı ana. Endi har kuni og'riydi. Tünügün dostum Reyhan'ın anası onun çeçini örüp koludan yedilip mektepke ekip koydu. Kiyiminin yaksığımı keşte işlep beripti. Qo'ng'iroq chalınışıga onu suyup durup, tez kirgin kızım dedi. Ana, ben yig'ladim. Yig'ladim, ama qancha xijil bo'lmadi. Muallim nim bo'ldi deb so'rag'anida men yiqilib tushib tizimni og'ritib oldim deb javob berdim. Yolg'on so'zladim ana. Aغrıvatgani tizim emas, belki yuragim. Bugun men dadamga chechimni o'rib qo'y dedim. Dadam o'rib qo'ydi. Lekin Reyhonnikidek o'rayolmadi. Men u yoqamga kesh tikilishini talab qildim. Ammo dadam bilmaydiganligini e'tirof qildi. Men uningga undaqda maktabga bo'lsimi sen olib qo'y deb turib oldim. Dadam xizmatining aldirish ekanligini aytdi. Men xizmatim bilan nima ko'rim deb etilib yig'lab ketdim. Dadam bo'lsa, qizim, oshnamni kim topadi dedi. Men endi boshqa gap topolmadim, apa. Maktabga borguncha yana yig'layaptim. So'l tarafim yana og'ridi. Ana, qorong'i tushishga boshlabdi. Men qaytib ketay. Dadam sening yaningga kelganimni bilmaydi. Bilsa xafa bo'lmaydi. Biroq ko'ngli yerim bo'ladi. Bilaman. Qabrindagi gullarni kim o'zi oldi ana? Ruxsat qilmag'in. O'tinib qolay. Qabringa qo'llarni tekkizishiga yo'l qo'ymag'in. Bu ko'ngilsizliklar uyga borganda esimga keladi. Va shu sababdan qattiq yig'layman ana. Qara, shisham yenimda. Qabr topidan yana bir ochim elib olay. Bilamsan ana. Her qatim kelganimda elib olgan to'plarning hammasini shishaga to'kib saqlayman. Ustiga rasmimni chaplab, bosh tarafimga qo'yib yotaman. Her sahar uni suyib, qanmay burayman. Ana, hech kimga demagin ha. Ba'zida dehi uning bilan munglishiman. Qanday qilaman? Seni beyseg'ilib ketgan tursam. Aros, unutib qog'lamas qopdiman. Muallim anamlarni tasvirlab bir maqola yozib kelinglar degan edi. Men dadamga yozdirman. Muallim bilib qolsa xafa bo'ladi, ammo menga nachora. Men seni azaldan ko'rib boqmagan tursam. Sening isming tiliga elasila, so'l tarafim og'rib ketadi ana. Kelindan hech nima o'tmaydi. Ba'zida chidamay qattiq yig'layman. Daftarga bundoq yozsam bo'lmaydi-da. Ana, bo'ldi men ketay. Qabr to'pamni suyay. Sen uçuşturumga kirib, meni so'ygin. Cho'qim kirgin ha ana. Sen tushimga kirmasan, so'l tarafimning og'riqidan aylanib, yana aylanib ketaman. So'l tarafim aغrıvatıدو. Mana dal mushiya. So'l tarafim bekli aغrıvatıدو ana. Seni sevgindim. Bekli sevgindim ana. Melek isimli bir tercümanın dostumuz tercüme qilgan asarda, anılarni ko'ngildan sal yerim qilib qo'ydim.